Tog'im tug'ilgan kuni edi, chet elda edim, lekin unga hech narsa sovg'a qilmadim. Hozir oddiy prostoy uzukni o'rtoqlim qoldi, shunaqa oddiy uzuk oldim. Hab bo'lmasa, deyman, reaksiyasini ko'rasizlar. Reaksiyasidan nimaga uning bilan o'rtoq bo'lishimni bilasizlar. Keyin qanaqa mana shuni Dyson edi. Yaxshi ko'rgan, orzu qilayotgan podarkasini oldim. Ne oldu lekin. Arzon narsa. Menga arzon narsa ham kerak emas edi, qimmat narsa ham kerak emas. Boringiz o'zi menga. Sani boringni o'zi menga podarka. Tut qo'rasanmi? Yo'q, anaqa bu kerak faqat. Mayli. Cho'kib so'ray. Lekin ne yo'lab qilding? Ruhona qafasini to'g'ri ishlatamiz. Bu kerak o'rta. Hop, vaqtda. Nega unaqa qilding? Yo'q, nimaga olding? Bunaqa qiynalib davomda. Voy, afsonalar, qarabmi? Mana avvalda hozir men to'xtab bo'lib boshqa podarka. Bermaysanmi, mana dersan. Bersa olmayman. Yo'q. Shunaqa ish qilmayman. Hech bersa olmayman. Tashlashlashsam beraman. Ko'rdinglarmi? Men uni bilaman-da. Jigar 100 ta erkakning o'rnini bosaman. Shoh xabarsini portida beraman. O, qara. Ben Dyson'ım bak. Kulat kırmasın. Kulat telefonumu bo'ldi cho'chilatmayman. Yana kestirmasin. O'rtoq, rahmat. Biling shunaqa xursand qilding. Farhotlarga o'xshab ketsan. Azobini. Boringga shukr.